Yumshoqqina, silliqqina ekan. Ha, seni mashinada turtib yuborganim uchun aybdorman. Hammasini haqqini to'layman, lekin qo'lingni tekkizsang, politsiyani chaqiraman. Yo, xudoyim yetkazib berishim kerak. Ha, mayli, xavotir olmang. Arzimagan narsa bu. Ketavering. Hoy, ismingni aytib ketmaysanmi? Judayam g'alati yigit ekan. Eltib berish xizmati. Hoy, azizim. Men turganimda ovqatni nima keragi bor? Bu ovoz menga juda ham tanish. Yanshin Shang? Azizim, sen bu yerda nima qilyapsan?